2025-yilda kuzatuv kamerasi qo'yish necha pulga tushyapti deganlarga bir vositdan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Yangiliklarda eng zo'rlari bor, asosiysi sifatli va yaxshi xizmat qilib beradigan kuzatuv kameralar bo'ladi. Narx tomonlama ham arzon, uyga o'rnatsangiz bo'ladi, ishlab chiqarishlarga, ofislarga, xullas hamma tomonlama o'rnatadigan bo'lsangiz, sizga faqat yaxshi kunlarga xizmat qilib beradi. Bir vositdan endi ma'lumotlarni o'zi akamiz mutaxassisdan olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalom aka, sensiz? Aka yaxshimisiz? Xo'p, aka qanaqa yangiliklarimiz bor? Xo'p, hozirgi kunda yangi chiqqan kameralarimiz va damofonlarimiz, zamoylarimiz bor. Xo'p, keyin mini kameralarimiz bor, diktofonlarimiz, o'ziga sim karta ketadigan, Wi-Fi orqali ishlaydigan mini kameralarimiz ham bor. Diktofonlarimiz. Shu kameralarimiz bor, yana qo'shimcha EZIS bilan iMode kameralari bor. Xo'p, aka bir boshdan narxlarini aytib o'tsangiz. Xo'p, bular hozirgi kunda narxlari 900 ming, 1 million har xil chiqadi. Kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Qanaqa funksiyasi bor bular? Xo'p, bular bunisiga o'ziga sim karta ketadi. Uni xohlagan joyingizga qo'yib qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. 4G da ishlaydi. Batareykasi bemalol bir hafta 10 kunga yetib berishi mumkin. Fleshga ketadi 512 lik. Xuddi shuni Wi-Fi li varianti. Kimdir uyida Wi-Fi bo'lsa, Wi-Fi orqali foydalansa ham bo'laveradi. Lekin bunisida, misol kimdir uyida Wi-Fi bo'lmasa, o'ziga sim karta ketadi. O'sha sim karta orqali bemalol istalgan joydan ko'rsa bo'laveradi. Demak, butun dunyo bo'ylab ko'rsa bo'laveradi. Ko'rib turishaveradi uydalar, nima bo'layotgan voqealar. Endi bu minisiga keladigan bo'lsa, minisini qatgadir yashirib qo'yib, imtihonlarga olib kelib ketsa ham bo'ladi. O'zining batareykasi 7-8 soatgacha yetib beradi. Kimdir ovoz yozib olish kerak bo'ladi. Shular uchun Kelishuvlarda misol. Shularga 32 gigabaytlik xotirasi bor, nimalarimiz bor, diktofonlarimiz. Buni necha pul qilib beramiz? Xo'p, buning narxi hozirgi kunda 1 million so'm. Endi bu qanchagacha sig'adi bir zapislari? Xo'p, menimcha shu 2 kunlar atrofida zapis qilib bersa kerak ovozini. Zo'r ekan. Постоянно zapisga qo'yib turilsa. Buni endi siz aytganingizdek mini kameramizni nimaga o'rnatsa ham bo'lishaveradi. Soatni bir haligi suvnerlarga ham o'rnatib qo'ysa bo'ladi. Faqat shu joyini o'zi chiqib tursa yetadi. Qolgan joylari o'sha bekitilgan holatda turaveradi. Zo'r ekan. Hozirgi paytda rosa ko'p so'rov bo'layotgan kameralarimizdan biri. Demak ko'pchilik so'rayapti shularni. Shunaqa. Hop, bu tomonda yangilarimiz aka. Hop, bu umniy zamoylarimiz, damofonlar. Bularni ham misol Wi-Fi gulab qo'yib, uyingizga kimdir kelsa, ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu damofonimizda. Bu zamoyimizda отпечаткasi, kodoviy kartasi bo'ladi. Misol bemalol ochib kirsangiz bo'laveradi qo'l barmog'ingiz bilan. Hozirgi kunda mana eng 8 megapiksellik kameralarimizdan biri mana. Xo'p, buni o'zida солнечный paneli bor. Batareykasi bemalol bir hafta 10 kunlab yetib beradi bu. O'zi 210 kunga beradi batareykasini. Lekin bir hafta 10 kunga yetib beradi. Yetib beraveradi. Hozirgi kunda mana bu ham 8 megapiksel 4K kачествоda zapis qiladi. Ikkita kamerasi bor. 160 gradus aylanadi. Wi-Fi bor joylarga qo'ysangiz, bemalol istalgan joydan ko'rsangiz bo'laveradi. Zo'r ekan. Narxlarni necha pul qilib beramiz? Endi ular kelishilgan holatda. Kelishgan holatda qilib beraveradi. Telefon qilsa bo'ldi. Modeliga qarab. Xo'p, mana assortiment ko'ryapsizlar. Aka, ko'pchilik kamerada narxini aytadigan bo'lsak, bitta komplekt deb o'ylashar ekan. Bitta o'shani tushuntirib bering aka. Bo'ldi, xo'p. Sizlarga ko'p savol berib, misol qiynashlari mumkin. Shuning uchun. Xo'p, eng arzon kamera so'rashadi ko'pchilik. Eng arzon kameramiz 120 ming, 130 ming so'mdan desak, 2 dona kamera bilan ishim bitadi deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, unaqa emas. Aslida apparatlarni olish kerak bo'ladi. Enveri yoki Dveri, жесткий disk xotirasi. Shular bilan komplekt qilganda keyin hisob bo'ladi bu. Отдельно misol 12 dollarlik kamerasidan 4 ta qo'yib turib, общий hisoblasangiz 100 dollarga borishi mumkin. Endi bundan-da qimmat kameralarimiz bor. Joyiga qarab tavsiya qilinaveradi. Tavsiya qilinaveradi. Uylarga, magazinlarga qo'yiladigan kameralarimiz turlari juda ko'p. Demak, joydan kelib chiqib turib, katta kichiklik olib berish, o'shanga qarab turib tavsiya qilinadi. Shunga qarab turib tavsiya qilinadi. Bularning ichida mikrofoni bor, 24 soat rangli oladigan bor, yana gibridi bor, ham mikrofoni bor, ham spichkasi bor bo'ladi. Va bular odam harakatlanganda spichkasini yoqadigan funksiyalari bo'ladi. Har xil funksiyalari beradiganlari bo'ladi. Hamma tomonlama bor. Demak, hozir misol bir dona kamera 120 ming dedingiz? 120 minglik kamerani oladigan bo'lsa 1 millionga borishi mumkin. Agar 4 ta oladigan bo'lsa. 4 ta olsa. Endi 2 dona olib turib, qolgan narsalar o'nasi necha pulga tushishi mumkin? Uyda o'ziga. Xo'p, asosiy xotirasi bilan
o'sha apparat qimmatroq bo'ladi. Misol kamerani 150 mingdan oladigan bo'lsa 12 dollarlikdan, ikkitasi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, qolgan apparatlari bilan o'sha 900 ming 1 millionga borib qoladi. 900 ming 1 millionga borib qoladi. Boradi shunaqa. Aha, demak shularga ham e'tibor berasizlar. Mana assortimentlar ko'ryapsizlar, hamma kameralar bor. Faqat maslahatlashgan holatda olasizlar. Joylaringdan kelib chiqib turib akalarimiz tavsiya qiladi. Kimdirlar kassaga qo'yishi mumkin. Kassaga zapsli. Endi kattaroq ishxonalar bo'lsa 360 gradusli bo'ladi. Shunaqalari ham bor. Ko'rib turganingizdek, har xil turdagilar. Bundan-da tashqari modellari juda ko'p. Bu vitrinamizga sig'magan. Bundan-da qimmat modellari bor. Misol qaysidir 300 metr yaqinlashtirsa, qaysidir 1 kilometr yaqinlashtiradigan hollari bor. Shular ham bor. Xo'p, donaga ham optimga qilib berishaveradi. Assortimentlar ko'ryapsizlar do'stlar. Mana har xil kameralar bor. Bundan tashqari aka, bu havo tozalaydiganlarimiz qanaqa yangilik endi? Xo'p, bular hozirgi havolar juda aynib, tutunlar, tumanlar tushyapti-ku. Shularni oldini oladigan havo tozalagichlarimiz bor, очистительlarimiz. Bular ikki xil. Bittasi vlajitel hisobida ishlatasiz, bittasini o'sha очиститель, havo tozalagich. Bu qatlarga qo'ysak bo'ladi. Bu kattalarini katta ofislarga qo'ysangiz bo'ladi. Kichkinalarini o'sha xonalar uchun qo'yib qo'ysangiz, Yosh havo bolalarga namlab zararli yo'q, naborot foydasi bor. Naborot foydasi bor. O'sha hozirgi tutunlarga havoni namlab beradi. Yaxshi ekan. Bularni tozalaydi. Ko'p kasal bo'lishda oldini oladi. Kislorod, o'sha havo tozalab turiladi. Zo'r. Shunaqa. Bundan tashqari Wi-Fi'larimiz ham har xil turlari bor, to'g'rimi? Bor ekan. Nech puldan boshlanadi? Xo'p, Wi-Fi routerlarimiz 2 xil turga bo'linadi bular. Bular marshruzator, repeaterlar, qolgani sim karta orqali ishlaydigan 4G va 5G modemlarimiz bor. Bu modemlarimiz sim kartali variantlari 300 ming so'mdan boshlanib 2 million 700 minggacha bor. Marshruzatorlarimiz 130 ming so'mdan 270 ming so'mgacha bor hozirgi kunda. Do'stlar, assortiment ko'raverasizlar. Har bittasini aytadigan bo'lsang, ancha vaqt ketib qoladi. Akalarimizga telefon qilsalar yana kelishtirib qilib beriladi. Xo'p, aka, ustanovkalar pulli bo'ladimi? Ustanovkalar o'sha joyiga qarab ustanovkasi qancha narsa savdo qilishiga qarab turib kelishilaveradi. Endi ko'proq narsa olsa, bepulon qilib beraverasizlar, to'g'rimi aka? Beramiz, xudo xolasa. Kelishgan holda xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Do'stlar, ma'lumotlar beryapti. Obuna bo'lishni unutmang. Kommentariya qoldiring. Keyingi videolarda xudo xolasa yana assortimentlar kelsa, yana bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Faqat kech payt bezovta qilmanglar. 8 dan 8 gacha ish vaqti bo'ladi. Xudo xolasa akalarimiz chiroyli qilib ishlarini bitirib berishadi. Chet eldan turib ham sotib oladigan bo'lsangiz, uyingizga dastlabki qilib chiqarib berishadi. Xohlagan o'zlaringni ustalaring o'rnatib beraveradi shunga odamlar. Shunaqa.